Dadamning kasalliklari ziyoda bo'lib qoldi. U kishini kasalxonaga yotqizdim. 15 kun kasalxonada turdilar, lekin kasallari tuzalmadi. Kasalxonadan hojixonaga qaytarib olib keldik. Dadam menga men Xudodan o'limim shu muqaddas joyda bo'lsin deb tilagan edim. Umidim shuki, duoyim mustajob bo'lgan. Men vafot etganimdan so'ng bir xatmi kalomulloh qilib, savobini menga bag'ishlagin. Keyin to'g'ri mamlakatga borgin. Onangni ham ko'rib duolarini olgin deb vasiyat qildilar. Meni ko'p duo qildilar. Ko'p o'tmay dadam vafot etdilar. Keyin aytganlariga muvofiq hojixonada hojilarga bir kun xudoyi qilib berdim. Xatmi kalomulloh qilib savobini dadamizga bag'ishladim. Shundan keyin qaytib Hindistonga keldim. Yana madrasada qolgan darsimni o'qishga boshladim. Mudarrislarimiz talabalar bilan jam bo'lib, xatmi kalomulloh qilishdi va dadamizga duoyi Fotiha bag'ishladilar. Mulla Faqir alayhirrahmadan ajoyib karomatlar ko'rdim. Ilgari kelganlarida mozorda 40 kun chillada o'tirgan edilar. Xaltalarida 1 kilocha qovurilgan no'xat bor edi. Shundan boshqa zodi-rohilalari yo'q edi. Bu zot 40 kun chillada o'tirdilar. Nima yedilar, qanday yashadilar, tahorat suvini qayerdan oldilar, hech kim bilmadi. Chillaxonadan chiqib men bilan vidolashdilar. Men so'radim, yana qayerda ko'rishamiz deb. Baytullohda ko'rishamiz dedilar. Haqiqatdan ham shunday bo'ldi. Ketganlaridan so'ng madrasada ustozlarimiz qayoqqa ketdilar deb so'rashdi. Men bu voqeani aytib berdim. Ustozlar mendan nima uchun bizga xabar qilmading deb xafa bo'lishdi. Biz u zotni ziyorat qilar edik. Sen o'zing biror vazifa oldingmi yo'qmi deb so'rashdi. Yo'q dedim. Ustozlar aytdilar, sen nihoyatda g'aflatda qolibsan, nima uchun u zotdan vazifa olmading? Men afsus qilib, haqiqatda g'aflatda qolganimni tushundim. Shu voqeadan keyin 15 kun o'tdi. Bir notanish odam madrasaga kelib, mening nomimni so'rab turibdi. Men o'sha odamman dedim. U odam yonboshidan bir tasbihni olib, mana bu sizga omonat. Mulla Faqir berdilar. Shu tasbih bilan har kuni bomdod namozidan so'ng 100 marta ya Vahhobni vazifa qilib o'qir ekansiz deb menga topshirdi. U zot hozir qayerdalar deb so'radim. U kishi Karachi shahridalar. Bir buzrukvorning chillaxonasida chillada o'tiribdilar dedi. Bu yerdagi vazifa olmaganimizdan afsus qilganimiz u zotga kashf bo'lgan ekan.